Salom do'stlar. Sizlar bilan men tizimi Gaming va Zeker. Bugungi videoda yana obunachimiz bergan shartni bajaramiz. Bu obunachimiz supermarket quring degan ekan. Hozir bu shartni birgalikda bajarib ko'ramiz. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Mana do'stlar, orqamda turgan supermarketning devorlarini o'zim qurib qo'ydim. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Daraxtdan, toshdan qilib qurdim. Mana do'stlar, ichki qismlari do'stlar, bu yerda endi jitellardan narsa oladigan joy qurishimiz kerak. Men qurib bo'lganimdan keyin videoni yoqaman. Mana do'stlar, men o'sha qurib bo'ldim. Mana narsa olamiz. Mana do'stlar, bu yerdan jicha uyini kichkinaroq qilib qo'ymasak yetmayapti do'stlar. Do'stlar, bu joy bitgandan keyin men videoni yoqaman. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin, mana mening supermarketim bitdi. Mana do'stlar, ko'rishingiz mumkin tashqi ko'rinishlari. Eshiklar ham o'zi ochilib yopiladi. Mana bu joyda qishloqlardan xarid qilishingiz mumkin. Endi mana bu yerda esa o'zim narsa sotaman do'stlar. Mana do'stlar, bu yerda kiyimlar, oziq-ovqatlar va qurollar ham bor. Mana do'stlar, bu yer meni yotadigan joyim, bu yer esa sklad do'stlar. Do'stlar, mana yozib qo'yilgan kiyimlar, oziq-ovqatlar va qurollar deb. Mana bu yerda esa xaridorlar o'tirib kutib turishi mumkin. Do'stlar, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Keyingi videogacha ko'rishguncha xayr.